Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar yo'llagan holda siz azizlar bilan Rahmon taoloning iymon ahliga qilgan nidolari bilan tanishlikda davom etamiz. Bugun Alloh nasib etsa 81-nido bilan tanishib chiqamiz. Yahudlarni do'st tutish haromligi haqida. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Ey iymon keltirganlar, kofirliklari uchun Allohning g'azabiga giriftor bo'lgan kimsalarni do'st tutmang. Qayta tirilishga ishonmaydigan kofirlar qabrlardagi o'liklarining qayta tirilishidan umidsiz bo'lgani kabi bu kofirlar ham Allohning oxiratdagi ajr savoblaridan umidsiz bo'ldilar. Yoki ular xuddi o'lib qabrga kirgan kofirlar haqiqatni o'z ko'zlari bilan ko'rishgach, Allohning oxiratdagi rahmatidan noumid bo'lishgani va undan o'zlariga hech qanday ulush yo'q ekanini aniq bilishgani kabi Allohning oxiratdagi ajr savoblaridan umidsiz bo'ldilar. Mumtahana surasi 13-oyat. Hurmatli o'quvchi yoki eshituvchi, Mumtahana surasining oxirida kelgan ushbu nido suraning boshidagi nido kabi mo'minlarga kofir va mushrik kimsalarni do'st tutishni harom qildi. Chunki kofir va mushriklar Allohning, payg'ambarining va mo'minlarning dushmanidir. Alloh taolo sura avvalidagi nidoda Yahudi va nasroniylardan iborat ahli kitoblarni do'st tutishni harom qilgan edi. Chunki ular Alloh va Rasuli hamda mo'minlarning dushmani. Harom qilingan do'st tutish deganda nima tushuniladi desa, harom qilingan do'st tutishlik kofirlarga yordam berish, kofirlarni yaxshi ko'rish, mana shu harom qilingan do'st tutishdir. Kim kofirlarga yordam bersa, musulmonlarning zarariga yoki kofirlarni yaxshi ko'rsa, Alloh asrasin, mana shu harom qilingan do'st tutish qalbiga kirib qolgan bo'ladi. Zero uni yaratgan, rizq berib turgan va hayoti mobaynida turli balolardan asragan Parvardigoriga dushmanlik qilishi, uni zikr qilmasligi, shukr qilmasligi, buyurgan va man qilgan ishlarda Allohga itoat etmasligi, balki buni aksini qilib Alloh yaxshi ko'rgan ishlarni yomon ko'rishi, Alloh yomon ko'rgan ishlarni yaxshi ko'rishi bu ma'qul va maqbul ish emas albatta. Har bir inson o'zini shu me'yorga, shu mezonga solib ko'rish kerak. Qanaqa bu odam? Alloh hammamizni yaratdi, rizqimizni berib turibdi. Turli balo ofatlardan hayotimiz mobaynida saqlab turibdi. Ana endi biz Allohni shunga yarasha Allohni zikr qilib turibmizmi? Allohga shukr qilyapmizmi? Allohning buyurgan ishlarini bajaryapmizmi? Buyurgan ishlarni masalan eng kattalari tavhid, Allohni bir deb bilish, Allohdan boshqaga masalan ibodat qilmaslik, shirk keltirmaslik, riyo qilmaslik, farz namozlarni vaqtida o'qish, ro'zalarni tutish, zakotlarni berish, masalan, qodir bo'lsa hajlarni qilish. Mana shu buyurgan ishlarni qilib turibmizmi? Yoki man qilgan ishlardan tiyilyapmizmi? Mast qiluvchi ichimliklarni ichish, zulm qilish, sudxo'rlik, ribo qilish, pora olish, o'g'rilik qilish, harom ishlarni qilish, man qilgan ishlari ko'p Alloh taoloni. Odam o'ldirish, zulm qilish, kimlardir qiynash, masalan, dinga qarshi chiqish. Mana shu ishlarda Allohga itoat etyapmizmi? Haromlardan tiyilyapmizmi? Yoki Alloh yaxshi ko'rgan ishlarni yomon ko'ryapmizmi? Alloh hijobga buyurgan, shu hijobda yurgan ayollarning ko'rinishini yomon ko'ryapmizmi? Shariatda kelgan soqol qo'yishlar masalan, shu soqol qo'ygan bizning ko'zimizga yomon ko'ryaptimi? Demak, bizning qalbimizda hali nimadir bor degan bu. Alloh yomon ko'rgan ishlarni yaxshi ko'rib qolish, Alloh yaxshi ko'rgan ishlarni yomon ko'rish, bu nihoyatda e'tiqodga zid narsa bu. Bu odamni qalbiga bir qarasin, bu odamda iymondan bir asar bormi? Iymoni bor odam bunaqa ish qilmaydi. Iymoni bor odam Allohga dushmanlik qilmaydi. Yaratuvchisiga dushmanlik qilgan, payg'ambarga va mu'minlarga urush ochgan bunday maxluqlardan Alloh o'zi panoh bersin. Shu sabab
kofirlarni do'st tutish katta gunoh sanaladi. Iymonida sodiq mo'min kishini qalbida Allohga, payg'ambarga va mo'minlarga dushman bo'lgan kimsalarga muhabbat qo'yish topilmaydi. Topildimi u mo'min emas degani. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddalloha va rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ey payg'ambar, Allohga va oxirat kuniga iymon keltiradigan qavmni Alloh va rasuliga dushmanlik qiladigan kimsalar bilan do'stlashayotganlarini va ularga muhabbat qo'yayotganlarini topmaysiz deydi. Garchi bu odamlar, ya'ni Allohga va oxirat kuniga dushmanlik qilgan, Alloh va rasuliga dushmanlik qiladigan kimsalar ularni otalari bo'lsa ham, farzandlari, aka-ukalari va qarindoshlari bo'lsa ham ular bilan do'st tutgan yoki ularga muhabbat qo'ygan holatda ularni topmaysiz deydi Alloh taolo. Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, Alloh va rasuliga dushmanlik qiladigan odam garchi uni otasi, farzandi, aka-ukasi, qarindosh bo'lsa ham do'st tutganda yoki uni yaxshi ko'rgan holatda bo'lishi mumkin emas bu. Yo Alloh tanlash kerak yoki ota-onasini tanlash kerak bo'ladi. Agar ota-ona Alloh va rasuliga dushman bo'lsa, kofir bo'lsa, farzandlar Alloh va rasuliga dushman bo'lsa, aka-ukalar, qarindoshlar dushman bo'lsa, yo Alloh va rasulini tanla yoki shu ota-ona, farzand, aka-uka, qarindosh urug' tanla bo'ladi. Iymonli odam albatta Alloh va rasulini tanlaydi. Allohga iymon keltirgan odam shunaqa bo'ladi. O'sha kishilar, ya'ni o'sha Alloh va rasuliga dushmanlik qiladigan kimsalar, garchi eng yaqin jigari bo'lsa ham kofir kimsaga muhabbat qo'ymaydigan kishilar bo'ladi. Qalbiga Alloh iymonni mustahkamlab qo'ygan, ya'ni bu iymon shunday mustahkam iymonki, o'zgarmaydi, yo'q bo'lmaydigan, pishiq qilib bitib qo'ygan va ularni quvvatlab qo'ygan, dalil, hujjat, hidoya va nur bilan quvvatlagan kishilardir. Agar inson Alloh va rasuliga shunaqa iymon keltirib, Alloh va rasuliga dushmanlik qilgan odamlardan uzoq bo'lsa, Alloh taolo shunaqa qalbida mustahkam iymon berib qo'yadi insonni va uni quvvatlab qo'yadi. Endi oxiratdachi? Va yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Oxiratda ularni daraxtlari va qasrlari ostidan anhorlar oqadigan jannatlarga kiritadi. Ular u jannatlarda abadiy qoladilar. Hech o'lmaydilar. Buncha ne'matga qo'shimcha Alloh taolo radiyallohu anhum va radu an. Alloh ulardan rozi bo'ldi. Endi ularga aslo g'azab qilmaydi. Ular ham Parvardigorlari ato etgan oliy darajalar va hurmat e'tibordan rozi bo'ldilar. Ana shular ulayka hizbulloh. Ana o'shalar Allohning hizbi va do'stlaridir. Ular shaytonning hizbi va do'sti emas. Ular Allohning hizbi va do'stlaridir. Chunki ular Rahmon taologa itoat etdilar va shaytonga itoatdan biron ulush qo'ymadilar o'zlarida. Shaytonga itoat etmadilar, Allohga itoat etdilar. Shuning uchun Allohning hizbi va do'stlari shular bo'ldilar. Ala inna hizballohi humul muflihun. Ana o'shalar dunyo va oxirat saodatiga erishuvchilardir deydi Alloh taolo. Mujodala surasining 22-oyatida. Ya'ni do'zaxdan qutulib, yaxshilar diyori, jannatga kirish bilan najotga erishadilar. Shaytonning hizbi bo'lgan kofir, mushrik va fosiq va mujrim kimsalar qiyomat kuni o'zlarini ham, ahli oilalarini ham ziyonda qoldiradilar. Bu haqda Alloh taolo aytadiki: "Qul innal khosirinallazina khasiru anfusahum va ahlihim yawmal qiyamah ala zalika huwal khusranul mubin." Ey payg'ambar ayting, haqiqiy ziyon ko'ruvchilar qiyomat kuni o'zlariga va ahli oilalariga ziyon keltirganlardir. Bu esa dunyoda ularni yo'ldan ozdirishlari va iymondan adashtirishlari tufayli bo'lgan. Bilinglarki, o'sha mushriklar qiyomat kuni o'zlarini va ahli oilalarini boy berishlari ochiq oydin ziyondir deydi Alloh taolo Zumar surasining 15-oyatida. Mumtahana surasining so'ngidagi ilohiy nidoga kelsak, Alloh taolo: "Ya ayyuhallazina amanu."
Ey iymon keltirganlar, ya'ni Allohni Rob, islomni din va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar deb iymon keltirgan ey mo'minlar, la tatavallaw qawman g'adiballohu alayhim. Alloh ularga g'azab qilgan kimsalarni do'st tutmang, ya'ni ularga yordam qo'lini cho'zish va muhabbat qo'yish bilan do'stlashmang. Bu o'rinda Rob taolo xossatan yahudiylar bilan do'stlashishni mo'minlarga man qildi. Zero Alloh g'azab qilgan qavm yahudiylardir. Alloh taolo nega bu yahudiylarga g'azab qilganini mana shu kunlarimizda ham ko'rib turibmiz. Bularni qanchalik vahshiy ekanligi, na bir yosh bola, na ayol, na qari demasdan musulmonlarning ustiga bombalarni yog'dirib, ularni mana shunday zulm, vahshiylarcha tutayotgan yo'llarini, qilayotgan ishlarini mana butun dunyo ko'rib turibdi. Musulmonlarning qancha qiynalishi, musulmonlarning qancha qirilishi, yo'q bo'lishi, kofir mushriklarga qo'l keyilishi uchun bironta odam bunga hech nima demaydi. Bir odamga bir sal bir o'tbetini tilib olsa butun dunyo jar soladi, lekin bu yahudiy la'nati, bu g'azabga qolgan yahudiylar musulmonlarni qiriyotibdi, hech kim hech nima demaydi. Nega? Musulmonlarni halok bo'lishi, musulmonlarni yo'q bo'lishi, kamayishi kofirlarga foyda, kofirlar uchun bu yaxshi. Shuning uchun ham hech kim indamayapti. Men afsus, musulmonlar ham bunga yordam bermay, tomoshabin bo'lib turishdan boshqa hech nimaga yaramayapti. Vahshiylarcha yosh bola demasdan, qari demasdan, ayol demasdan musulmonlarni qiriyotgan yahudiylar bilan do'st bo'lishlik nima deb bilish mumkin buni? Alloh g'azab qilgan kimsalarni do'st tutmang dedi Alloh taolo. Yahudiylar bilan do'st tutgan odam, Alloh asrasin, kim shu man ahabba qawman hushira fi zumratihim. Kim kimni yaxshi ko'rsa, qiyomatda o'sha bilan birga bo'ladi. Yahudiylar bilan do'st bo'lib, opa-chopa bo'lib, og'iz burun o'pishib, ozgina dunyoviy manfaat deb o'shalar bilan do'st bo'lib, yaxshi muomala qilib, musulmonlarni zarariga yordam berib, muhabbat qo'yib yurgan odamlar ertaga shu yahudiylar bilan birga bo'ladi. Yahudiylar Allohning g'azabiga qolgan, ertaga do'zaxga tushishi aniq bo'lgan mana shunaqa qavm bular. Alloh bularga kifoya qilsin. Alloh g'azab qilgan qavm bu yahudiy qavm hisoblanadi. Alloh taolo ularga g'azab qilishining sababi yahudiylar haqqi bilib turib undan yuz o'girishdi. Alloh harom qilgan ishlarni bilib turib qo'l urishdi. Hidoyatni bilib turib tark qilishdi. Qabul qilishmadi hidoyatni va zalolatga ergashib, mana shu zalolatda mahkam turib olishdi. Bu qilmishlari Allohning g'azabiga duchor bo'lish sabablarini ayrimlari bular. Bularning qilmishini sanalsa nihoyatda ko'p bular. Yahudiylarni tanib oling degan mavzudagi suhbatimizda buni batafsil bayon qilganmiz. Qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Ular oxiratdan umidsiz bo'ldilar. Ya'ni do'zaxdan qutulib jannatga kirish saodatidan noumid bo'ldilar. Noumid bo'lishlariga sabab yahudiylar Tavrot va Injildan xabardor. Ular bilishadi, Tavrotda nima yozilgan, Injilda nima yozilgan, bu xabardor bular. Biladi bu badbaxt yahudiylar. Bu ilohiy kitoblarda haqni bilib undan yuz burgan, Alloh yaxshi ko'rgan ishlarni yomon ko'rgan, balki Alloh yomon ko'rgan ishlarni yaxshi ko'rib, shu ishlarni qilib yurgan ahli kitoblar va ular kabi qavmlar ustidan Alloh taolo chiqargan hukm bayon qilingan. Buni ular biladi buni. Yaxshi biladi bilganda ham. Ular jinoyatlar ummoniga g'arq bo'lgan va shirk, kufr hamda Alloh harom qilgan ishlarni halol sanashdek halok etuvchi katta gunohlarga botgan kunda bular o'sha do'zaxdan qutulishi va jannatga kirishdan umidlarini uzib bo'lgan bular. Qaysi bir inson gunohga g'arq bo'lsa, shirk, kufrga botsa, Alloh harom qilgan ishlarni halol desa, halol qilgan ishlarni harom desa, Allohning diniga qarshi chiqsa, Allohning do'stlariga, musulmon bandalariga dushmanlik qilsa, zulm qilsa, bu odam Alloh asrasin noumid bo'ladi. Do'zaxdan qutulishdan va jannatga kirishdan umidi uziladi bunaqa odamlar. Alloh taolo ularning umidsizligini o'lgan odam tirilib qabridan qayta chiqishidan umidsiz bo'lgan kofirlarga o'xshatdi. Kofir holida o'lib ketgan kimsalar jannatga kirishdan umidlarini uzdilar. Chunki ular kufrda, ya'ni kofir bo'lib o'ldilar. Shuningdek, qabrga ko'milgan kofirlar o'lgandan so'ng yana dunyoga qaytishdan, ularning yaqinlari esa o'liklarni qayta tirilishdan umidsiz bo'lganidek, yahudiylar ham noumid bo'ldilar.
bularning bari umidsizlik hisoblanadi. Musulmon odam umidini aslo uzmaydi. Mana shu holatda ham umidimiz Allohdan. Alloh o'zi musulmonlarga nusrat beradi. Bu yahud badbaxt, bu zolim, kofir, mushrik, ahli kitob, yahudiy bo'ladimi, nasroniy bo'ladimi, bu hammasi musulmonlarning dushmani. Hozir bularga mushrik, boshqa mana Xitoy shular ham qo'shilgan, bular hammasi zohiridan bir-biriga do'st bo'lsa, bu ko'rinsa ham, lekin bularning o'zini qalbi har xil, ammo musulmonlarning ziyoniga kelganda bular hammasi birlashadi. Bular hammasi musulmonlarning dushmanlari, islomning dushmanlari. Bular juda yaxshi biladi, bularga asosiy g'ov bularni kofirligiga, bularni zolimligiga, zulmiga, noto'g'ri yo'liga asosiy g'ov bu islom ekanligini, musulmonlar ekanligini bular juda yaxshi biladi. Chunki bular islomning haqligini, musulmonlarning haq ekanligini biladi bular. Bilib turib mana shu yo'lga yurgan. Shuning uchun ham bu Allohning qiyomatdagi ajridan, jannatga kirishdan umidini uzgan bular. O'zini kimligini o'zi juda yaxshi biladi. Musulmonlar ham shuni bilib olsin, go'l bo'lib yurmasin. Mana shunaqa musulmonlarning dushmani bo'lgan yahud nasoralar bilan do'st bo'lib yurmasin. Kofirlar qabrlardagi o'liklarni qayta tirilishidan umidsiz bo'lgani kabi, Allohning g'azabiga duchor bo'lgan yahudiylar do'zaxdan qutulib jannatga kirish bilan oxirat saodatini topishdan umidsiz bo'lganlar. Mana shunaqa umidsiz do'zaxga tushishini o'zi ham biladigan yahudiylarni do'st tutmasligimiz kerak. Mana shuni qayta-qayta aytishimizning sabab esda olib qolish, Allohning g'azabi va azobiga duchor bo'lib qolishdan panoh tilab so'rashligimiz uchun mana shu so'zlar qayta-qayta zikr qilindi. Alloh taolo o'z hifzida o'zi saqlasin, musulmonlarga Allohim o'zi nusrat bersin, najot bersin. Bu kofir, zolim, yahudiy, nasroniylarga, musulmonlarga dushmanchilik, islomga dushmanchilik, adovat qilayotganlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Dushmanga yordam berib, ularni musulmonlarning zarariga ularga yordam berib, ularga do'st bo'lib yurganlarga ham Alloh taolo o'zi ularga ham haqiqatni bildirsin. Tiriklik chog'ida tavba qilib islomning xizmatiga, bundan buyog'i musulmonlarning foydasiga xizmat qilishlikni Alloh ularga nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.